Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 15. mavzu dersimizin kegayri. Muş el-vezn vel mizaniga to'xtaldik. Keyin davom etamiz. El-vezn jin vel mizan jinlanmagan narsalar. Jinning usti qo'ydigan bir narsalar demakdir. قال الناظم رحمه الله ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان. Bunun o'xshashdir vazn va mizan. Shunga nima qilish vojib, diqqat qilish vojib degandek. Shunga o'xshashdir vazn va mizanning bo'lishi vojib. Demak, kitoblarni yoki kitoblarni jinglanadi. Shu qilgan bandlarningki daftarini jinglanadi yoki daftar emas. Qilgan ishning naq o'z ayni yaxshi yomon chiqishini buni jinglanadi. Daftar jinglanmaydi yoki qilgan ishning o'z ayni. Buni qilib biz qarashlarkan ba'zi daftarni jinglaymiz. Ba'zi yaqin qilmoqchi bo'lgan qilgan ishning o'z aynini yaxshini yomonni jinglantiradi. يكون الوزن لمن يعطى الكتاب استعدادا للحساب وأما من أعطوا من الحساب فلا يعطون صحفا ولا توزن لهم أعمال وعملية الوزن والتقدير تحتاج إلى آلة يكون بها الوزن وهي الميزان. أما وزن جنة جن degan gap kitob berilgan kishi uchun bo'lgan gapda hisob onu hazırlash uchun hisobot ilish uchun bir отчет qilish uchun hisob отчет qilish uchun har narsani hozirlab tayyor qilish uchun faqat bunday qilgan gap hisob ilish uchun berilgan gap bu kitob. Ammo bu hisobotdan apu qilinib ketganlar bo'lsa unaqa bu daftar berilmaydi va ularning amil jingibmi oltilmaydi. Xolos ularning dunyoda yaxshilar butun harakat amil harakati to'liq bazilinib hisob отчет qilinib bo'ldi bular daftarlari demakchida. Valla tuzlanadi. Endi bu jinninki amaliyati. Bu qandaq jinlarda masalan va taqdir va o'lchimi muhtoj bo'ladi. Bu masalan bir jinlash degan gapni o'zi jin degan gap bir olat deydi. Undan cho'ng jinliq bo'lgan bir olatga muhtoj bo'ladi. Jinni degan gap, jin degan gap bir olatga muhtoj. Jinlash uchun olatga muhtoj bo'ladi. Bu nima? O olsun nima? Mizan deydi. Sıfatul mizan. Mizanın sıfatı. Ve deyilipti ve kîle fi vasfil mizani innehu yeşbehu mevazinet dünya. Mizan hakkı sıfatlab bu mizan bizim dünyadaki canlarımızı okşuduğum deyilipti. Ve yekunu sikalul mizani ve khippatuhu ala hayatihi fi dünya. Ve kîle aksu zalik. فيصعد الثقيل إلى أعلى ويهبط الخفيف إلى أسفل أخذا من قوله سبحانه والعمل الصالح يرفعه والأولى التفويض في هذه التفاصيل وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة لكل شخص ميزان أو لكل عمل ميزان أقوال مختلفة. Bu jinninki egrinekligi, bu jinning dünyada ko'rinish ustidagi bo'ladi. Dunyoda ko'rinish o'xshashi bo'ladi. Va deyilibdi, dunyoning jinning aksi bo'ladi deb mana deyilibdi. Demak, aksi qanday qiladi deganda, egrisi yuqoriga o'rlab ketadi. Dunyodagi masalan jinimiz qanday biz qo'llayotgan jin, nas egri ketgan bo'lsa, pastga tushidi. Past tushidi-da. Bu endi o dunyoning jinni o'sqanda qiladi deganda eg'risi yuqoriga o'rlab yengili pastga tushib ketadi deydi. Bu nereden aldınız deganda buni Alloh subhanahu va taoloning terang so'zida deydi. Yaxshi amallar hukm qiladi, ko'tardi. Yaxshi amal jinni yuqoriga o'rlaydi demakchi deydi. Shuni oldik. En avlarak yaxshisi bu haqning bu masalaning tafsilga kirish uchun buni Alloh taolo yaxshi edi. Avlasi shu deydi.
u bir jingmi yoki bir necha jing bor. Har shaxs uchun bir jing bormi yoki har amal uchun bir jing bormi? O'xshashmagan so'zlar bor. Buni eng yaxshi Alloh topshirgan yaxshi. وهل توزن أعمال الكفار أو يكفي الكفر ليدخلهم النار وقد تكون للكافر حسنات وسيئات غير الكفر وما ربك بظلام للعبيد فلا بد من وزن حسناتهم وسيئاتهم فيرجح الكفر ويلقى في النار أما قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي نافئا يعود عليهم بنعيم أو تخفيف العذاب kafirlarning amallarim jinglamdi yoki kufrimiz yetarlikmi ularni kafirdan do'zax tiqish uchun u do'zaxdan bostirib do'zax tiqish uchun kufrlik yetarlik jingni qo'yish hajatsizmi deganda ba'zi kafirlar uchun yaxshilik amallarim bo'lib qoladi va yomon ishlarim bo'lib qoladi kufrdan boshqa kufr o'zing yetmagandek yomon ishlarim bo'lib qoladi yaxshi ishlarim bor yomon ishlarim bor kufrdan boshqa xuddi kufr kifoya qilmagandek وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Sizning Rabbingiz bandisi uchun hech bir vaqtda hech bir zulm qiluvchi emas. Demak, buningda kufri o'ziga kafir o'zi uchun kufr bilan o'zi zulm qiladi demoqchida. Lozim ularning yaxshi amallarini jinglashi lozim. Bu kufri yondab ketdi. Har qanday yaxshi amalni kufri asosan yondab ketdi. Yandap ketip ahir bu kafirco devzak taşın dolaydı. Amma Allah subhanahu ta'ala'nın فَلَا نُقِيمُ يَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا degan so'zi biz ular uchun jing tarozining qiyomat kunida bunu bekitib qurib o'tirmaymiz. Ya'ni ular uchun hech qanday bir ne'mat, bir huzurlik, bir qaytadigan bundaq bir foydani o'zini ularga biz qilmaymiz. Ularga qaytadigan bir foydamiz jinglab o'tirmaymiz. Onun ko'z tutib jingni qurmaymiz. Yoki bir azobni biroz yengiltish uchun bir jinglarni alayda jing tarozini bastib qilgan yo'q. Ularning o'sha kufr yetdi dedi. Kufrning o'zlariga bilan buni asl jahannamga piqirtib tashlandi. Asl chapani otib tashlagandek dedi. Araul ulamai fil mizan. Ama ulamolarninki mizan haqida ko'z qarashlari edi. Amma mu'tazilatu faqat fassaru الميزان بالعدالة المطلقة وجعلوا الميزان رمزا لها وليس هناك في رأيهم ميزان حقيقي وشبهتهم أو وشبهتهم في ذلك أن الأعمال مما ليس له ثقل حتى توزن معتزلة qarsak bular tafsir qilgan mizon uchun mutlaq adolatlanadi. Mutlaq adolat demakchi bir mizon deganlik. Bu mizon ne? Fakat o şu mutlak adalet için bir belge, alamet kılır. Mizan deganlik mutlak adalet demekçiydi. Ularning qarshida, mu'tazillar qarshida haqiqatan bu biz qo'llayotgan jin tarozdak jin degan gap yo'q deydi. Ularning shubhasi vaqtini emassa, amal degan bir eg'ir uni hatto jinlangan qadar uni jin qo'yg'ilgan eg'ir bundaq bir narsa qatorida emas, amallarda أما أهل السنة فيرون أن حمل هذه النصوص أو حمل هذه النصوص على ظاهرها وحقيقتها أولى من تأويلها وصرفها فالحقيقة ممكنة بأن تصور المعاني صورا حسية لها وزن أو أن توزن نفس الصحف ويشهد لذلك حديث البطاقة الذي رواه الترمذي والذي ذكر فيه أنه يؤتى بشخص ينشر عليه 99 سجلا يعترف بكل ما فيها من سيئات ثم توضع في كفة حسناته بطاقة ثم توضع في كفة حسناته بطاقة ثم توضع في كفة حسناته بطاقة فيها كلمة التوحيد فتطيش السجلات وهذا لرجل أراد الله له الخير أو توزن الأشخاص أنفسهم
وقد وردت آثار تشهد لكل رأي من هذه الآراء. Ama ahli sünnet ve cemaatinin göz karışı ola kandaksa oylaydı da ola hakikaten bu neslin özüne onun zahirga hakkı hamle kılış onun zahirga nim çıkan bu ayetin görünüşüge muşun özü işiltiş yaxşı emas bu ayetin tevil verip onun hakkıtını kaytırıp kandın zahirga hamle kılıp yaxşı emas mı? Hakikat mümkün tutsa hakikat mümkün bulmasa da onun mecaz tarafiga yoki uni taviliga qaytsaqmi haqiqat mumkin bo'lgan buni tavil qiliqmi deydi shu suratlarga masalan tasavvur qilib buni tasvirga olgaysizda bir surat keltira olasiz bir ma'niy bir narsani hissiy bir narsani suratlantira olasiz onun uchun bir o hissiy narsa uchun uni yig'lash bo'ladi garchi ma'ni yo'q bo'lsa bir hissiy bir suratlik holda uni tasavvur qila olasiz suratga olib bo'ladi mumkin onun uchun vazni va narsani uni jig'ni qo'yib bo'ladi yoki varaqning o'zini daftarning o'zi jig'landi Aştınğa mesela bitaqına hadis guvalık berdi deydi. Qanığa şu varaq daftarning o'zini jig'landi degan hadisli bitaqa guvalık berdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qandaq İmam Tirmizi rahimahulloh rivoyat qildak va u Tirmizida shuni tilg'anandiki cho'qim keltirildi bir shaxsini o shaxsning suchi 99 sijil daftar arxivni tashlandi chichildi ustiga tashlandi onun sizin daftarlarınız hemsine muşşu hocam bakın degende qarang degende onun içindeki yamanlıkның hemmini itiraf qildi rasman qiptiman rasman dab qaptiman mayyab qaptiman chip qaptiman hemmini deb anından keyin eng oxirida quyildi uningki yaxshilik nimasiga kapsiga o tarozniki yaxshilik taxs tarafiga yaxshilik tarafiga bir kimlikni başındaki o kimlikçi tevhid kelimesi var bunda. Maşallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılan bir bitak var. Onu taşıdı, onu koyuldu. Aşılan bari 99'dan hemimiz şu tatış öyle terem uçup böyle teyiş yapıp da öyle onga solga namkalıp teyiş bile kalıp lügat mensi taşı ediş akılsız da koydu teyişan da. Akılsız oğallar. Konuşma adamı araya kıcırıcıgen ne demek bu sicillerin hemisi bir yerde değişip gelirken ya da kıtasap duramaydı. Bunlar hemisi yenildi demek ki şu La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir takımın aldı da bunlar hemisi pes küçüküydü. Ama bu bir takım şahsiye bu La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen tevhid kelimesi yazılan bir takım en üstü kalbi kan bulup kalbi kan bulup başında bunu canlandı deydi. Demek ki bunun da sohbetin üzerine canlandı demek ki bu şey deydi. Bu onun için Allah SWT yaxşılıqni irade qadam için buladı bu iş. Ya ki şahsın üzün cınlandı. Qandaki eserler keldi de guvalık berdi eser muşu göz qaraşçılıqdan her birisiga bu eserler şu guvalık berdi. Bu bazı eserlerde şahsların üzümü cınlandı yani. Delilul vezni vel mizan. Vezn ve mizanın delili. Orada ispatu ورد إثبات الوزن والميزان في الكتاب والسنة وأجمعت عليهما الأمة يقول سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ويقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أنا وزن ميزان دليل كالد وزن ميزان ispatlanğanlığı kitab sünneti geldi. Ve bu ikisi için icma ümmetle, ulema ümmetle icma kıldı. Allah subhanahu teala kitap sünneti ki Kur'an-ı Kerim'de vel vezni yevmeyn hakkı. Bu cın taroza kıyametteki bu günde bu vezni hak şek yok.
Kimiki bu adamınki o kişinin cın taravusu eğirken bolsa bütün nama yaxşılık emirlen bu adamın cını besip ketken bolsa o adam hakiki öz maqsad yetken boldu oladi. Muplihun öz maqsad yetken boldu. Kimiki onunki bu taravusu cını yengil kep kaptı da past tushib ketibdi. He, yengil bo'lib qolibdi. Tuzuk yaxshi amal qilolmay qolibdi. Bu odam bu nima bo'lg'uchi o'zincha ziyon tortquchi. O'zi ziyon tortquchi. Bizniki bu oyatimizga demakani bu oyatni yozmayman. Bizning oyatimizga zulm qilish sabab bilan bular quloq solmay, buni amallashtirmay, buni vaqtli qilib, buni qilolmay, yaxshi qilolmay, o'zidan hammasini ayrilib ziyon tortquchi. Ve deydi Allah subhanahu wa ta'ala koyumuz biz cınlarını ayeti adil olan cınını koyumuz kıyamet günü de. Ona da hiç kandak bir can egiske hiç kandak bir nesço zulüm kılanmaydı o. Ne bir nekire taklini paydı var da. Ama nefsumu nekire şey ama nekire. Şun hiç kandak bir can egisi hiç kandak küçük bir şey zulüm kılmaydı. Ve ridvanım minallahi ekber dediğimiz var. Ve de bir bolde mutluda nekir oldu. Aşağıdaki nekire taklını paydoru. Azlık. Mesela Allah subhanahu wa ta'aladan azgına bir razıylık bekçon bu iş. Bana men etildi de ve ridvanum minallahi ekber. Aşağı nekir geldi taklını paydo geldik. Benim nefsun şey içkilisi nekir geldi. Şuna hiç kandak bir nefs küçük bir iş kılıyor. Bak zulüm kılınmaydı. Ve deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama bir kişi ki onun cini eğir kepti. Yani nama amal, may cekuptu maşallah. Bu nada o kişinin ki turar caizse ko'ngillik turmushda bo'ladi. Ya'ni ko'ngillik turmush olgan jannatda bo'ladi. Ammo uning jinicho yengil bo'lib qolibdi. Uningki turar joyi onasi deganlikni o'zi man u aytmashida hoviya. Hoviya. Yani turar joyi bo'lsa hoviya. U hoviyani nima ekanligini bilamsiz deganda hoviya degan nima? Hoviya deganlikni o'zi nayti qiziq o't demekçi de. Onun turar joyi qiziq o'tdir deydi. حكم الإيمان بالوزن والميزان واجب ومنكر كافر لما مر من أدلة الحكمة من الوزن إظهار العدالة الإلهية المطلقة وطمأنة المؤمنين وإنذار المجرمين وإقامة الحجة على المخالفين. وزن ميزان إيمان keltiriş hükmü vacip. Ondan kat'i Müslüman adam şüphelenip, ikilenip kalsa halas işti gider. Vacip bunu inkar kılgıcı kafir. Yukarı delinin cehdiden deydi. Ama bu cını koyuş hikmet neyme? Allah subhanahu wa ta'ala bu cınsız belaleydi o hadise. Allah subhanahu wa ta'ala mutlak adil ilah kelimini aşkar kılış. Ve müminlerini çok hatırcam kılış. Ve günahkar, mücrimlerini çok korkutuş. Ve bu nige aktin çetmegen, ak karşı septuğallağa hüccet turğuzuş dedi. Xuddi bir sot mahkemede hazır mesela bir İslam adalet bir sot mahkem olsa, yani mesela cinayetçilik öz meydanda çizilip tuğan olsa, onun hammeşirin uçuk ayan bütün halka, sotça, arlığı, aklığı, çıkarlığı, hemmesi ama şundaqdı mı aşağıda bir kata ötü de aşını. Nima uchun deganda o'zining bir adolatni yaqlaydigan bir sud mahkama ekanligini oshkor qilish uchun shunga o'xshash demak bu yerdami alloh subhana taolo bo'lmasa u jinsiz olloh buni biladi jinni qo'ymasmi buning hikmati emas o'ziniki mutlaq ilohiy adolatni izhor qildi alloh subhana taoloning deydi va mo'minlarni xotirjam qilish va bu jinoyatchilarni qo'rqitish azobidan ve karşı turan muhaliflara hüccet turguzuş. Muşu vecden o vezn, cin ve vezn ve mizan tuyladı değil. Ve buna iman keltirişmenin vacip değil. Bugün dersimiz inşallah muşundan vaziz. Dersimizin devamı aldığımız yapıda oldu. İnşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil